Darxon bozorining yonidan yana bitta xonadonimiz sotuvga qo'yilyapti. Ikkinchi etajda joylashgan. Mana bu 7 qavatli domlarni bilasizlar, xuddi shuni ikkinchi qavatida 94 metr kvadrat uyimizni ichki tuzilishini ko'rib chiqamiz. Ketdik. Birma-bir ko'rsatib o'taman proyektini. Demak, asosiy kirish eshigidan boshlab uzun koridor bo'ylab bu tarafda ikkita xona hamda bu tarafda oshxonaga yo'l ketgan. Yuvinish xonalarini ko'rib o'tamiz, baho berasizlar remontlariga. Bu yoqda rakvina uchun joy qoldirib ketilgan vannaxonaga va hojatxona qismini ham ko'rsatib o'ting, keling. Marhamat. Hojatxona qismi hamda biza yo'qdan oshxona qismiga o'tishimiz mumkin bo'ladi. Oshxonani turishiga bitta baho berasizlar. Mana shunaqa chiroyli garnitura o'rnatilgan holatda anchagina katta prostranstvo bor bu yoqda. Hamda mana bu joyda o'tirib ovqatlanish uchun yetarli darajada joylari bor. Balkon qismi mavjud. Balkon orqali siz Darxon bozorini bemalol ko'rib turishingiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi etaj juda ham zo'r. Tavsiya qilaman. Lift bor, mabodoga lift bor. Yukuz bo'ladigan bo'lsa. Ikkita alohida xona. Bu menimcha endi buni yotoqxona qilib ishlatsangiz kerak, yotoqxonaga mos holatda turibdi. Gilam, parda hamma yo'q yangi. Parket bo'lgan to'liq pol qismlari. Va zal qismini ko'rib o'tamiz. Eshiklarga e'tibor berasizlar, qimmat eshiklar qo'yilgan. Zal qismi juda ham uzun. Metrini to'g'risi o'lchab ko'rganim yo'q, lekin bilmayman 10 metrmi, 12 metrmi keladi uzunligi. Parda gilam hamma yo'q yangi. Ushbu xonadonimizni biz sizlar uchun 740 million so'mga sotuvga chiqaramiz. Kimga qiziq bo'lsa, kelib ustida savdolashsalaringiz bo'ladi egalari bilan birgalikda. Pastda raqamlarimizni qoldirib o'tamiz. Ipotekaga xarid qilish imkoniyati ham bor. Menimcha bu lokatsiya uchun 2 xonali xonadon shunaqa katta kvadratga shu remontga menimcha arzisa kerak. Pastda to'liq ma'lumot uchun raqamlarimiz Navoiy Baraka kanaliga obuna bo'lsangiz, yaxshi joylardan hovli kvartiralarni Navoiy shahridan doimo kuzatib borasiz.